O'zingiz orzu qilgan kishi bo'lishingiz uchun hech qachon kech emas. Jorj Eliot. Agar sen biror narsani o'ylab topa olsang, uni bajarishga ham qodirsan. Walt Disney. Muvaffaqiyat faqat intiluvchan odamgagina nasib qiladi. Qiyin sharoitda tushkunlikka tushadiganlarni esa juda kam yo'qlaydi. Javaharlal Nehru. Bekorchilikdan aqliy va jismoniy lanchlik kelib chiqadi. Dmitriy Pisaryov. Buyuk muvaffaqiyatlar qat'iyat va qunt matonatning natijasi xolos. Samuel Johnson. Umr o'tkazishning ikkita usuli bor. Birinchisi, go'yo hech qanday mo'jiza yo'qday yashab o'tish. Ikkinchisi, hayotdagi hamma narsa mo'jiza ekanligiga ishonib yashab o'tish. Albert Einstein. Hayot og'ir mehnat va tashvishlarsiz sizga hech narsa hadya etmaydi. Gorazi. Obro'-e'tiborni shakllantirish va mustahkamlash uchun 20 yil kerak bo'ladi. Uni yo'qqa chiqarish uchun esa 5 daqiqa ham yetarli. Agar siz buni jiddiy o'ylab ko'radigan bo'lsangiz, qilayotgan ishingizga munosabatingiz albatta o'zgaradi. Warren Buffett. Odam mashg'ulot zallaridan chempion bo'lmaydi. Chempion bo'lish uchun ishni ruhiyatdan boshlash kerak. Istak, orzu va o'z g'alabasini aniq va tiniq his qilishgina kishini maqsadga yetaklaydi. Muhammad Ali. Yalqov bo'la turib, sog'lom yurishni istagan kishi jim turib ovoz chiqarishni istagan kabidir. Plutarx. Eng zo'r qobiliyatlar bekorchilik sabab so'nadi. Michel de Montaigne. Eng muhimi muvaffaqiyatga erishish uchun nimadir qilish va bunga hozroq kirishishdir. Juda oddiy bo'lishiga qaramay, muvaffaqiyatning eng asosiy sir-sinoati shu. Ajoyib va g'aroyib g'oyalar har kimda ham bor. Biroq uni hayotda tatbiq etayotganlar, ayniqsa ayni damda shu ish bilan shug'ullanayotganlar juda kam. Ertaga yoki keyingi haftaga emas, hoziroq ishga kirishish kerak. Nolan Bushnell. Boshqalarga yordam berishga intiladigan odamgina muvaffaqiyatga erishadi. Faqat o'z foydasini o'ylaydiganlar esa mag'lubiyatga uchrayverishadi. Brian Tracy. Bekorchining tanasi qanday zaiflashayotganiga, suvi harakatsiz ko'lning sasiyotganiga boq. Ovidiy. Maqsadsiz odam hech bir ishdan lazzat topmaydi. Giacomo Leopardi. Odamni barbod qilish uchun ko'p narsa kerak emas. Shunchaki u qilayotgan ish hech kimga kerak emasligiga uni ishontirish kerak xolos. Fyodor Dostoyevskiy. Butun umringiz davomida orzuyingizga intiling va vaqtingizni behuda sarflamang. Chunki havoga uchgan vaqt sizdagi barcha yaxshi narsalarni tortib oladi. Aflotun. Muvaffaqiyat asosiy maqsadingiz ko'z oldingizda turgandagina keladi. Maqsadingiz ko'zdan nari ketishi bilan muvaffaqiyat ham ketadi. Bernard Shaw. Ish bilan mashg'ul bo'lmagan odam hech qachon to'laqonli baxtli bo'la olmaydi. Ishyoqmas kishining yuzida hamisha norozilik va hafsalasizlik alomatlarini ko'rasiz. Genrix Heyn. Noshukurlik
kuchsizlikning ko'rinishidir. Buyuk odamlar hech qachon noshukur bo'lishmaydi. Gyote